Assalomu alaykum. Men Darajatli hammaga va'da qilgandek, agar obunachimiz 2000 ga yetsa, 2000 ga yetsa yangi loyihaga start beramiz. Lekin mening afsusimki 2000 ga yetmadi, lekin prosmotr ko'rish bo'lsa 2000 dan oshdi mana. 2000 dan oshdi. O'shaning uchun baxt oldiylikda o'shancha yangi loyihaga start berdik. Allohumma behisobla shukr bo'lsin, bu loyihada sizni nimalar kutadi? Eng birinchi o'rinda meni hayot va ijodim bitta oddiy yigitni noldan ko'tarish bo'ladi. Noldan qiyinchilikdan qanaqa hayotim davomida qanaqa kasbga qilgan ishlarim va bundan keyin qilmoqchi bo'lgan ishlarim va qanaqa orzularim bo'ladi va blogerlik sohasigacha yetib kelgan birin-ketin zinalarimni ko'rasiz va meni bu loyihada meni hayot va ijodim pul qilingan. To'g'ri, bu loyiha bo'yicha men o'zimni mashhur qilmoqchiman. Faqat hayot ertaga o'lib ketsam, shu loyiha orqali meni o'tmish, kelajak avlod meni eslab, mana shu bitta oddiy yigitni mana shu hayotini ko'rishni xohladim. Negativlarga fikrim yo'q. Bo'lajak blogerlarga men ham shuni tavsiya qilaman. Ikkinchi o'rinda ko'pchilik biladi, men ko'chmas mulkka qiziqaman va bundan keyingi ishimiz ko'chmas mulk bo'ladi va bu xalq uchun ochilgan bo'ladi. Kimdir darikimizni TikTok darikimizni to'lib ketgan, mana kimdir o'zini reklama bo'yicha men xohlagan reklamasini men xohlasa bizlarni chaqirib reklama qildirsa, xohlasa o'zi kelib man shu anaqaga reklamasini qo'ysa bo'ladi. U reklama bo'yicha ham mana shu qisqasi nima demoqchiman? Bu nizom, bu akkauntimiz xalq uchun ochilgan akkaunt bo'ladi. Nima deymiz? Bu akkauntimiz xalq uchun ochilgan bo'ladi. Endi sizlarni Endirjit oilasini nizomiddin sarguzashtlari akkauntida kutib qolamiz. Biz sizlarni sevamiz, sizlar bilan buyuk ishlar kutib qolamiz.